Bugungi videoda siz binarniy opsion dunyosidagi asosiy qoidalarning ikkinchisi risk management bilan tanishasiz. Hammaga salom, internet sizlar bilan Dado. Risk management inglizchadan xavf yoki zarar boshqaruvi deb tarjima qilinadi. Risk management xatarli holatlarni boshqarish, salbiy oqibatlar ehtimolini kamaytirish va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirish uchun qo'llaniladi. Bu qoida sizni ishonchingiz komil bo'lmagan сделкаlarni o'tkazib yuborish va bozor dinamikasini kengroq kuzatmasdan turib, taxminan сделкаlarga kirishmaslikka o'rgatadi. Psixologik nuqtai nazardan ko'rsak, yangi treyderlarning ko'pchiligi, yo'q, aniqroq hamma yangi treyderlar shoshiladi. Bu tradingda yo'l qo'yib bo'lmaydigan eng katta xatolardan bittasi. Tradingda sovuqqonlik va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kutilmagan holatlarga psixologik tayyor bo'lish talab qilinadi. Trader psixologiyasida bitta juda muhim narsa bor. Biz uchun hissiy jihatdan yo'qotish daromaddan ko'ra qattiqroq ta'sir ko'rsatadi. Agar siz binarniy opsionda $100 ishlagan bo'lsangiz, hissiy jihatdan bu $100 yo'qotganingizdan ko'ra xotirjamroq qabul qilasiz, chunki siz bu yerda tez va katta daromad topgani kelgansiz. Agar siz ushbu $100 yo'qotib qo'ysangiz nima bo'ladi? Ayniqsa ishdagi oylik maoshingiz sizning yagona daromad manbaingiz bo'lsa, o'zi zarur ehtiyojlar uchun ham zo'rg'a pul yetayotgan bo'lsa, undan ham ayanchlisi oxirgi pulingizni qo'yib, uni ham yo'qotgan bo'lsangiz, unda nima? Bu holat tajribasiz trader psixologiyasiga juda og'ir ta'sir qiladi. U atrofidagi sodir bo'layotgan voqealarni payqamay qoladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, chidab bo'lmaydigan hissiyotlar qurshovida qoladi. Bunda u iloji boricha shu holatdan chiqish harakatida yuqoridagi hamma aytilgan qoidalarni chetga surib, depozit boshqaruvini yo'qotadi va yo'qotilgan summani qaytib joyiga qo'yish harakatida butun depozitini xavf ostiga qo'yadi. Afsuski, bu holatda xuddi g'irt mast odam muzlagan trassa bo'ylab minga qo'yib harakatlanayotgan holatni eslatadi. Oxiri nima bilan tugashi hammaga ayon. Real hisob bilan ishlaganda odam asablari oddiy holatdagidan ko'ra ancha tarang bo'ladi. Mabodo trader shu paytda 3 ta 4 ta omadsiz сделка ushlasa, tamom, miyadagi bor ma'lumotlar va savdo rejalari esdan chiqadi. Maslahatim, ketma-ket 3 ta 4 ta muvaffaqiyatsiz сделкаdan so'ng kamida bir necha soat davomida savdo qilishni to'xtating. Keyin demo hisobda 5 ta 6 ta ijobiy сделкаlardan so'nggina real savdoga qaytish mumkin. Qoidalar juda oddiy. Ular shuningdek juda samarali. Ammo 90% traderlar buni juda kech tushunishadi. Bu holat sodir bo'lmasligi uchun yuqorida aytilgan maslahatlar yordamga keladi. Trader samarali savdo qilishi uchun yana bir muhim narsalardan biri bu savdo vaqtini aniq belgilash va keragidan ortiq savdo qilmaslikdir. Ammo bu to'g'risida keyingi videoda ma'lumot olasiz aziz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda suhbatlashguncha aziz do'stlar.